Ayollarda mioma bezovta qilmasa ham olib tashlash kerakmi? Xirurgik operatsiya qilib olib tashlashni nazarda tutyapsiz? Yo'q, agar bunaqa holatda tekshiriladi. Mioma o'zi nima? Mioma yaxshi sifatli o'simta hisoblanadi. Ya'ni bu onkologiya. Lekin onkologiyani xavfli va xavfsiz turi bor. Aytib o'tganimdek, mioma yaxshi sifatli o'simta. Va bu o'simta ayolda birinchi marta aniqlanganda qanday taktika amalga oshiriladi? Har 3 oyda bir marta miomani bitta o'zi shifokorida uni hajmi, razmeri o'lchab boriladi. Bundan tashqari, miomani yaxshi sifatli yoki yomon sifatli ekanligini aniqlash juda ham muhim. Bunda onkomarkerlarni tekshirish natija beradi. Agar mioma holati tez o'sayotgan bo'lsa, unda bu miomadan biopsiya olinadi. Ya'ni bu miomadan to'qima olib, u tekshiriladi. Tekshirilganda mioma yomon sifatli o'simta ekanligi aniqlanadigan bo'lsa, bu mioma olib tashlanadi. Bundan tashqari, yaxshi sifatli holatida ham miomani hajmi katta bo'lib, yon a'zolarga hajm jihatdan bosim o'tkazayotgan bo'lsa, ya'ni xalaqit berayotgan bo'lsa, unda bu mioma operatsiya yo'li bilan olib tashlanadi. Mioma bor ayollarda har doim ham bachadon bilan birga olib tashlanmaydi. Miomani o'zini olib tashlash va bundan keyin ayolga tug'ruqqa ham ruxsat berish mumkin.